agrotomchi kompaniyamiz kuzatuvchilari, obunachilari, fermer dehqon akalarimiz. Mana navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati Pop tumanida 11 gektarlik gilos bog'ida montaj ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Shular bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. 4,5 ming kub hajmga ega basseynimiz bo'ladi. O'zida suv sig'imini ushlab turadi. Bu esa filtrli stansiyamiz. 3 bosqichda filtrlashga ega. Gidrosiklon va quv filtrlar o'tib disk filtrlar 3 bosqichda filtrlanadi. Bu esa mishalka deyiladi. Mishalkamiz bunga o'g'it, dori dalaga jo'natish uchun nimaki ximikat kerak bo'lsa, mana shu orqali dalaga jo'natiladi. Buni o'zini nasoslari bor yonida. Va shu bilan cho'tchigimiz dalaga qancha suv beryapti, qancha hajm suv ketyapti, har bitta poliyaga ko'rsatib turadi avtomatik tarzda. Dalamizga kirgan asosiy vazifani bajarib beruvchi gidrantlarimiz hisoblanadi. Gidrantlarimiz tarqatib beruvchi, kelgan suvni taqsimlab beruvchi hisoblanadi. Bular hammasi o'rnatib bergan sistemamiz avtomatlashtirilgan tarzda ishlaydi. Suvni ochib yopishi, suvni qancha rasxod qilayotgani mana shu klapanimiz orqali boshqaruv bo'ladi. Kimga shu xizmatlarimiz kerak bo'lsa, agrotomchi kompaniyamizga murojaat qilsangizlar bo'ladi. Hammalariga rahmat. Mana bola-chaqani tashab kelib, mana shu yerda musofir yurtda musofirchilikni boshdan kechirib, mana shunda juda katta ish qildilaring. Mendan bir rahmat sizlarga. Mana kelganda qanaqangi holat edi, mana qanaqangi obod, chiroyli, odam ko'rsa havas qiladigan mana bir joyga aylandi. Buni endi tepasida turgan mana avvalambor ana shu kompaniyalarni, firmalarning rahbari Sho'g'rat akaga katta rahmat. Sho'g'rat aka siz boshchiligingizdagi kallit yuzga mendan bir rahmat. Juda chiroyli, yaxshi ishlarni qildi. Xudo xolasa bu yaxshi yerda mana giloslar hosiliga kirganda bog'da hosili bilan unutmaymiz. Nasib bo'lsa mana sizlar ham shu tomonlardan mana avion bo'lganda, boshqa bo'lganda, ish bo'lganda, yo'l shu vodiga kelganda kelib ishlaganimiz chetda barpo qilganidek, shunga bir hissamiz qo'shilgan deb kesalaring boshimiz osmonga yetadi. Sizlar hammalaringga rahmat. Juda yaxshi, chiroyli, zo'r ish bo'ldi. Biz xursandmiz. Sizlardan yaxshi. Men xursandmanki, kelgan odam mana kelib bordir yo'qdir kelib ham ketyapti, boshqa ko'pchilik bilan telefon qilyapti, boshqa qilyapti. Juda mana hovuzda ayniqsa qilingan hovuz, mana bu uстановkalarni, mana biz tepamizda bog' bor, shu ham juda maqtovda ko'rgani keldim deb, bu ham ko'rib ketdi. Yo'llaring ochilib, yo'llaring farovon bo'lib, orqa-orqa ana shu mijozlar orqalaridan quvib yursa biz ham xursand bo'lamiz. Rahmat hammalarga.